qizlar yo'qotishadi. Ba'zi bir qizlar shunaqa zalotoy, brilliant bolalarni yo'qotishadiki, keyin anglab yetishadi. Zo'r o'zini ustida ishlab kelayotgan uspeshniy bolalarni yo'qotishadi. Nimaga va kim sababli bilasizlarmi? Atrofidagi ko'rolmaydigan o'rtoqlari sababli. Ishoninglar, 100% dan 1% qizlarni haqiqiy o'rtog'i bo'lishi mumkin, lekin o'rtog'i bo'lmaydi hayotda qizlarni. Onasi, umr yo'ldoshi yaqin o'rtog'i bo'ladi va to'g'ri maslahat beradigan. Odatda mana shu o'rtoqlari sababli qizlar zo'r zalotoy bolalarni qo'ldan chiqarib yuborishadi. Mana o'zligisi etsin. Odatda o'sha ko'rolmaydigan qizlar, ko'rolmaydigan o'rtoqlari yomonlab, yillar davomida brainwashing, miyasini achitib kelishadi. O'sha o'g'il bolani yomon ko'rsatib qo'yishadi. Afsus.